Va nihoyat biz kutgan kunlar keldi. Qasoskorlar Doomsday filmining ilk treyleri chiqdi. Treyler ancha oldin sizdirilgan edi va video ham qilgan edim. Agar bu videoni ko'rganlar bo'lsa, treylerni ko'rib baqir-chaqir qilib yubormagan bo'lishsa kerak. Lekin baribir treylerni o'zini ko'rish boshqacha bo'ldi. Keling bugun sizlar bilan treylerdan payqagan belgilarimizni ko'rib chiqamiz demak, boshladik. Treyler Charles Xavierning maktabi bilan boshlandi. Professor X oyna ortida qandaydir portlashni ko'rib qo'rqib ketdi. Ko'pchilik buni olamlar to'qnashuvi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Balki to'g'ridir, lekin men bunday deb o'ylamadim. Ulkan sayyoralar qandaydir bir kichik oyna ortida aniq ko'rinishi qanday bunday bo'lishi mumkin? Meni aqlimga sig'madi. Bu menimcha qandaydir boshqa portlash bo'lsa kerak. Balki Doktor Doom Sentinellarni tiriltirayotgandir. Esingizda bo'lsa, bizga X odamlar uchun alohida teaser taqdim etilgan edi. Teaserda Professor X hamda Magneto birgalikda shaxmat o'ynashayotganini ko'rsatishgan. Taxminlarga ko'ra, bu paytda hali X odamlar olamida hech narsa bo'lgani yo'q. Ular shunchaki shaxmat o'ynab o'tirishgan bo'ladi va birdan treylerdagi shu sahna boshlanib, Professor X hayratda qoladi. Orqa fonda Doktor Doomning ovozini eshitishimiz mumkin. Doom bugun biz aqli bovar qilmas qaror qabul qilamiz deydi. Qaror nima ekanligini esa juda ham yaxshi bilasiz. Keyingi kadrda Fantastik to'rtlik jamoasi yangi qasoskorlar binosiga kirib kelishadi. Ular bilan birgalikda Thorni ham ko'rishimiz mumkin. Ularni basharasidan xavf ancha jiddiy ekanligini bilib oldik. Thor bunday raqibga oldin duch kelmaganini, u juda qudratli ekanligini aytib o'tdi. Treylerda bizga Thor va Doktor Doomning jangi ko'rsatildi. Doom Stormbreakerni shunchaki ikkita barmog'i bilan to'xtatib qoldi. Qo'ldagi bu belgini esa hech qaysi komiksda ko'rmagan ekanman. Balki ko'rganlar bo'lsa izohlarda yozib qoldiring, juda ham qiziq. Thor qasoskorlar oldiga kelib, bu galgi raqib juda ham kuchli deb aniq aytayotganini sababi ham aynan Thor Doom bilan jang qilib ko'rgani. Nega Thor u bilan jang qiladi? Sababini esa bizga Thorga bag'ishlangan teaserda tushuntirishgan ekan. Ya'ni Doom Thorning qizi Sevgini kuchini olib qo'yadi yoki qandaydir og'ir ahvolga soladi. Shu sabab Thor Doomga qarshi jang qiladi. Qo'lidan hech narsa kelmagandan keyin Fantastik to'rtlik jamoasi bilan qasoskorlar oldiga boradi. Bu kadrda biz Sam Wilson, Scott Lang, momaqaldiroqlar jamoasi, Fantastik to'rtlik hamda burchakda Sentry'ni ko'rishimiz mumkin. Keyingi kadrda vakandaliklar hamda Fantastik to'rtlik qayerdadir ko'rishishadi. Teaserda bu joy g'alati ko'rinyapti, kadr nimanidir yashiryapti deb ko'plab blogerlar aytib o'tishgan edi. Treyler esa bunga javob berib o'tdi. Bu joy Atlantida tubi ekanligini bilib oldik. Suvni esa Storm chekkaga surgan. Teaserda Namor hayrat bilan tepaga qaraganining sababini ham shu yerdan tushunib olishimiz mumkin. Storm suvni chekkaga surganining sabab Namor nima bo'lganini bilmay hayron qoladi. Keyingi kadrda talokanliklar, vakandaliklar, momaqaldiroqlar hamda Benga qarshi jang boshlashadi. Menimcha ular xavf yaqinlashayotganini, birlashish kerakligi haqida gaplashish uchun borishganini Neymar tushunmayotgan bo'lsa kerak. Undan tashqari oldingi tahlil videolarida ham aytganimdek, X odamlar hamda qasoskorlar bir-birini tushunmay o'zaro jang ham qilishadi. Mistikning ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Uzoq muddatli tanaffusdan keyin va nihoyat biz Shang-Chini ham ko'rdik. Filmda Gambit hamda Shang-Chi o'rtasida qiziqarli epik jangni ko'ramiz. Sizningcha kim kuchliroq? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Balki battle ham qilarmiz. Treylerdan menimcha hammaga yoqqan sahna bu Lokining ko'rinishi bo'ldi. Bu qo'l kimniki bilmadim-u, lekin Lokining kartasini qo'lida ushlab turibdi. Loki nega bunaqa kiyimda ekanini esa hozircha noma'lum. Albatta buni filmda tushuntirib berishadi. So'nggi sahnada Thor Steve Rogersni ko'rib ko'zlariga ishonmaydi va tekshirib ko'radi. Mjolnir esa unga uchib boradi. Bu voqealar Fantastik to'rtlik kemasida bo'layotganga o'xshayapti. Demak, Fantastik to'rtlik kirib kelgan bu sahnada Thor bilan birga Steve Rogers ham bo'lgan, faqat o'chirib tashlangan bo'lsa kerak. Steve qanday qilib Fantastik to'rtlik kemasiga kelib qolgani bunga aniq bir nima deyish qiyin. Balki Steve aynan Fantastik to'rtlik olamida qolgandir va Reed u bilan doimiy uchrashib kelgan. Xavf tug'ilganda u bilan birgalikda boshqa olamga qochgan. Xullas anig'ini film chiqsa bilib olamiz. Filmdan taqdim etilgan poster The Boys seriali posteri bilan birga-bir ishlangan. Rasmdagi bu personajni esa ko'pchilik Doktor Doomning ayoli hamda farzandi deb hisoblashyapti. Lekin menda aniq bir taxmin yo'q. Treylerdan payqaganlarim va taxminlarim shulardan iborat edi. Taxminlarim qanchalik haqiqatga yaqin, albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Treyler hamda tahlil haqida ham fikrlaringizni
kutib qolaman. Men payqamagan qandaydir kadrlar bo'lsa, albatta ularni ham izohlarda yozib qoldirsangiz xursand bo'lar edim. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.